Assalomu alaykum. Qadrli uy olamiz degan akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Mana bugungi sotilayotgan uy joyimiz Qarama uchastkada bularni o'xay Sharituzdan jigalarimiz. Dexe Qarama uchastkada bular kimki uy joy olmoqchi bo'lsa, ushbu video roliklarimiz altida like, podpisani unutmangizlar. Jigalarimiz reklama uchun o'zimning shaxsiy telefon nomerim 902 12 42 42 telefon nomeri, o'zim telefon nomerim. Bemalol kimki reklamasi murojaatga chiqaverasizlar. Qadrli yurtdoshlar, Qarama uchastkani qayerda, aynan adresni aytganlarga qo'larimizga. Jigalarimiz o'sha xona 8 xonami, 9 xonami xonasi bor ekan bu uyning. Adresni aytayin. Rayondan chiqib kelgan joylaringizda Qarama uchastkani bilan hamma chorraha bor. Chorraha kelgan joylaringizda Chopqul tomonga burilasiz. Dakasi chiqib Toshlar ko'chadan shunday 500 metr balandga chiqasizlar. Mana shu ko'rib turgan uy joyda ko'rasizlar qadrli yurtdoshlar. Chunki videomizni kutdim. Mana shu uy joyda ko'rasizlar. Bu yerda 5 xonasi bor ekan, mana bu tomonda jihaz 4 xonasi bor ekan. Bu tomonda 4 xonasi bor ekan. Mana bu uy jihazimiz xo'p, loyiqish bilan ko'tarilgan, tagi podbol. Hozir o'zingiz polni hammasini ko'rasiz. Remontdan chiqqan ekan, bir 2 xonasi bor remontsiz ekan. Qolgan remontdan chiqqan ekan jigalarimiz. Kimki uy joy olmoqchi bo'lsa, narxini video davomida aytamiz. Uslugalari juda yaxshi, sharoiti juda yaxshi ekan. Tayyor uy joy kimki olmoqchi bo'lsa, yana ham aytaman, mana bu tomondan Juma masjid tomonidan kelasizlar. Juma masjid ko'chada jigalarimiz. Dakansa chiqib kelasizlar, chorrahadan. Mana shu uydagi ko'rasizlar qadrli yurtdoshlar. Kimki uy olamiz degan akalarimiz bo'lsa, keling. Mana hovliga kelgan joylaringizda qadrli yurtdoshlar, mana gulni ko'ryapsizlarmi? Ajoyib gullar bor mana hovlida. Mana bu tomon jigalarimiz 3 xona ekan, oshxonasi bor ekan jigalarimiz. Oshxonasi bor ekan, konsani hamma narsa qo'yilgan ko'ryapsizlar. Yaxshi uyni nimaga sotmoqchi bo'lyapti deganlarga videoda hammasini tushunib kelgan joylarda mana rakmena, pakmena hammasi qoida jigalarimiz. Suvdan problema yo'q. Suv sharoiti juda yaxshi. Mana bu uyni ko'ryapsiz, uy yangi tushgan, tagi podbol. Hozir hamma sharoitni ko'rsatamiz jigalarimiz. Bu yerda nechta xonasi remont bo'lgan, nechta xonasi remont bo'lmagan hammasini tushuntiramiz. Tagi podbol uyda hozir hammasini sharoitini ko'rsatamiz. Jigalarimiz hamma sharoiti 100% bu uyda kelasa tayyor uyga kelib yashaysizlar. Biron kamchilik yo'q. Keling operator. Faqat tashqari fasadi bo'lgan, ichkarisi o'ziga yarasha bo'lgan. Xo'p, jigalarimiz mana kirib kelgan joyda bu kofni deyiladi, o'zingiz bilasizlar. Mana kofni garnitur. Xona hamma sharoiti bor. Bu sizlarga qolayotgan narsa. Mana xonani ko'ryapsiz, xonalar katta-katta tushgan. Mana bu koridor. Santexnik ishini qilgan, shkaturka shunday qolgan. Keling. Mana bu uy ko'ryapsizlar, kondisioner bor, qoidaviy, hamma sharoiti 100%. Jigalarimiz sharoiti ko'ryapsizlar. Xo'p, narxini video davomida buni tagi pol ekan, mana taxta. Bu xona pol ekan. Xo'p. Issiq suv, sovuq suv qoidaviy bor deydi. Jigalarimiz bu mana dusha ekan. Bu dusha, bu oshxonasi. Bu oshxonasi mana. Oshxona, o'choq, tondir mana qoidaviy bor, ko'ryapsizlar. Mana bu hovlini o'zingiz ko'ryapsizlar, hamma narsa bor hovlida. Hovlidan keyin chegaradan keyin ham jigalarimiz nor tomoni oriq ekan. Oriqda ichidan bir dacha qilib olsangiz vasha cho'tka bo'lar ekan. Hozir sharoitni ko'rsatamiz. Mana uyda oldini ko'ryapsiz. Uyda oldida xullas mana kachet bor, 100% kachet ishlaydi. Mana vakuum nasos qo'yilgan. Hovliga bemalol suv posibsa bo'ladi mana, ko'ryapsiz. Sharoit qoidaviy. Suvdan problema yo'q. Uyda ko'ryapsiz, uy normal tushgan. Keling operator. Mana bu yerdan podbolga kirasizlar. Podbol konkret tushgan, tagi polni podbol. Mana shu uyning tagi polni podbol ekan. Buni yaxtam ko'rsating. Mana hamma nihol pollardan bor, ko'ryapsiz hovlida. Hamma bodom deysizmi, xurmo deysizmi, hammasidan bor. Keling. Jigalarimiz mana yangi uyda ko'ringizlar o'zlaringiz. Mana ko'ryapsizlar, polni aboy tortilgan. Mana ko'ryapsiz, hamma sharoit qoidaviy. Darvozalar original darvozalardan qo'yilgan, sifati zo'r. Xo'p. Mana ichkari sharoitni ko'ryapsiz, yaqindan keyin ichkarini ko'ryapsizlar.
Ichkari sharoiti yaxshi. Endi kechasini yesangiz, sal qorong'i tushayotgan bo'lishi mumkin sizlarga. Mana ajoyib ko'rinyapti, ko'ryapsizlar. Remontdan chiqqan uy. Xo'p. Dalshi davom etamiz. Xo'p, keyingi xonamni ko'ryapsizlar. Keyingi xona mana bu ham aboy urilgan, balandligiga 7 aboy tortilganmi, aboymi? Xolos, mana ko'ryapsizlar, remontdan chiqqan uy. Kimki olmoqchi bo'lsa, qadrli yurtdoshlar. Katta xona mana. 6 metrlik xonalar mana. Bu xonasi nima? Lash-pishlarni, soptalar, ko'rpachalarni qadrli yurtdoshlar. Bu ham uy ekan. Xo'p. Hovli 9,5 sotiq ekan. 9,5 sotiq. Bir kishining hovlisi mana 9,5 sotiq. Xo'p. Mana ko'ryapsizlarmi? Jumushqaga biydak yigib taragan hovliga mana bodam, glas hamma narsa bor hovlida. Asosan sizlar miyalaringiz dam olayotgan joylardan birida bu yer, akalar, ukalar. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa. Mana shu, mana pona granitsa oylig'ini ko'rasiz. Hamma yer yopiq granitsani, birinchi yer ochig'imiz 2 metrdan ziyod, pastda 3 metr chiqadi, baland qilib zabor jo'qqan. Mana bir lestnitsa pastga tushib borayotgan. Menga qarating, sal orqaga qayting. Mana bir lestnitsa pastga tushib, har yerdan bitta dacha qilib qo'ysangiz, bir oyda bir dam olasizmi, oylab dam olsangiz zo'r joy ekan. Mana ko'ryapsiz, boshqa bir ishlaringiz bilan, ilbatlaringiz bilan mana daraxtlar soya, quyuq soya ekanda, bilar, tushunyapsizmi? Quyuq soya ekan. Mana suv ustidan shunday bir dachani qilasiz, chotka joy bo'ladi. Mana suvdan problem, suv mana ketyapti. 1 metr baland yerdan, nariyoqdan. Suv zang'illab chiqib boradi. Shunday gaplar, kimki olmoqchi bo'lsa, ekranga telefon nomeri qo'yamiz, akalar, ukalar. Telefon qilasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa olasizlar. Mana hovli 9,5 sotiq, obshi 7 xonama, 8 xonama uy bor, ko'rdilaringiz. Hali hammasini uyda ko'rsatganimiz yo'q. Digamos, narxini 1,5 million so'm deyapti. Ekranda ko'pdan telefon nomeriga telefon qilasizlar, kelib ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa olasizlar. Mana ko'ringizlar, granitsa pol aylangan. Podvalda ham ko'rsatamiz, hammasini ko'rsatamiz, faqat sabr, toqat dedi qo'y. Jigaramiz, narxi 1,5 million so'm deyapti. Yana birinchi muomala qilsa kerak. Lekin 1,350,000 so'mga bermabdi. Shuni ham aytib qo'ying. Mana bir 5 metr balandga sodan ketib, mana granitsa bo'lgan. Ko'ringizlar. Mana tagi podvalda ham bir ko'rsatamiz. Mana ko'ringizlar. Mana tagi podval, bu xona ham. Mana ko'ringizlar, mana. Ko'ryapsizlar, kalla tiymaydi mana. Kalla tiymaydi. Hop, dальше. Так. Bu yoq ham podval. Xolos, bu yoq ko'p qorong'i ekan. Bu yerdan chiqamiz. Mana gulni ko'ryapsiz, gullar dubayasi gullar mana hovlida. Xullas, akalar, ukalar. Mana bir remont bo'lmagan. Ko'ryapsizlar. Mana bir verand, uzun verand bo'ladi. Mana bir uzun verand bo'ladi. Xalidor. Xullas, ichkarini qiflab qo'yibdi. Bu ichkari ham uzun xona. Mana yerga oynani qo'yasizlar. Xullas, yashaysizlar. Mana. Kim ko'rmoqchi bo'lsa, tayyor uy-joy yashayotgan. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Mana bugun Noxoy Shartuz jigarlarimiz Qarama uchastkadan uy-joy chiqaryapmiz. Hammangizga rahmat qilamiz.